Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz Volkswagen avtosaloniga keldik. Buni sizga tanishtirib o'tamiz va bizni kuzatib borishga davom eting. Va like podpiska bosishni unutmang. Qanday ketdik? Bu Volkswagen mashinamiz. Parasiga e'tibor beramiz va ferlari juda dizayni boshqacha dizaynda. Volkswagen juda ham mashina. Mashina birinchi bolalarga e'tibor beramiz. Diskasi gap yo'q. Bolamiz 19 razmerga ekan. Paramizga e'tibor beramiz. Dizayni paramiz. Bakovinamiz parasi juda yaxshi. Azlar arka kapot parasi kulesi. Arka paramiz dizayni ham boshqacha, juda ham chiroyli, krasivoy. Bu video registrator ham bor. Orada kamerasi. Motion mashinamiz bu. Mashinamiz hozirga ichki salonni tanishtirib o'tamiz. Mashinamizning eshigini metalistka yechganmiz. Bu yerdan qutlab ochib yoqsak knopkamiz bor. Va kalonkamiz. Bu yerdan kapotni ochsangiz bo'ladi. Hamma bu yerda knopkalari bor. Hozir ichki salonga kelsak, avtomat korobka. Bu sidenamizga ko'rsatib o'tamiz. Sidenamiz har o'zingizga moslashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yaxshat. Hozir ichki salonimizda yaqindan tablomizni tanishtirib o'tamiz. Tablomiz, rulimiz. Bu Volkswagen mashinamiz Airag rul ekan. Monitor hamma narsasi bor. Bardachamiz. Mashinamizga gap yo'q. Lüks mashina. Bu lükkimiz ham bor. Вообще shkarniy mashina ekan. Bagati hozir orqasini ko'rsatib o'tamiz. Kojini. Sidenamizga e'tibor beramiz. Chista koja sidenamiz. Gap yo'q. Вообще konsertlarimiz ham bor. Sidenamizga gap yo'q. Mashinamizni hozir sizga narxini tanishtirib o'tamiz. Buning narxi 4.920.400 rubl ekan. Hozir buni yaqindan tanishtirib o'tamiz. Mashinamizga keldik. Volkswagen One statusi bu mashinaning. Bu mashinani tarafdan tanishtirib o'tamiz hozir. Birinchi o'tishga buning parasiga, buferlariga e'tibor beramiz. Buning dizayneri boshqacha, bu statusi mashinaning. Va buning diskasi boshqa buning. Ham dizayneri o'xshagan bular. Tiguan mashinamizning ofisalniy Volkswagen
Tanıştırib o'tamiz. Arka panasi krasiva takım mashina. Avtosalon mashinamizni eski salonini tanishtirib o'tamiz sizga. Bizni kuzatib borishga davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Bir e'tibor beramiz qizil tugmasi bu mashina qutlangan svetyochina manada. Bitasiga bu ham 12da dizayner bir xil ekan. Va bu mashina ham yap-yo mashinamizga o'zi bu ham ichki salon va tablomiz juda ham chiroyli tablomiz. Monitor avtomat korobka bu ham böyle hozir sizga buni ham sidinat kojinni sidina bir xil ekan birinchisini hozir sidinamiz gap yo'q. Buni hozir sizga narxini tanishtirib o'tamiz. Tiguan status Volkswagen Tiguan status mashinamiz. Buning narxi 4.47.200 rubl ekan. Mazda Volkswagen'dan Polo Express mashinamiz eng yaxshisiga keldik. Bu mashinamiz juda ham ekonomik mashina. Bizga hozir tanishtirib o'tamiz. Oldi dizaynerlar boshqacha mana ferlariga e'tibor beramiz. Bu tarafdan kiramiz hozircha. Mashinaning tashqisini tanishib, buning parasi far dizayner boshqacha ekan, oddiy. Diskamiz ham saka diska bolalarimiz. Mягкий bo'lgan. Bu tarafda Volkswagen mashinamiz. Bu zadni paramiz. Zadnisi ham paramiz ham chiroyli. Polo mashina. Mana e'tibor beramiz. Metallisiga bo'lgan har xil qolamanlarni so'zlaydi. Voy, chuqur ekan juda. Yaxshi mashina, hozir sizga yaqinroqdan tanishtirib o'tamiz. Rolimiz, tablomiz. Bu ham avtomat korobka. Monitor. Baldajimiz. Dizayner. Bu ham start. Knopka bilan mashina yonarkan. Beskalit. Sidinamiz. Ajoyib. Shuni hozir sizga orqasini tanishtirib o'tamiz. Normal mashina.
Hop, narxini tanishtirib o'tamizmi? Polo mashinamiz. Dvigatel 125. 2.100.000 rubl ekan bu narxi. Asbar mana mashinamizga mashinamizga postaydan keldik. Shuni ustiga tanishtirib o'tamiz. Aldi buferlar bu mashinamiz ham sal kattaroq. E'tibor beramiz parasiga. Hozir paramiz buferlarimizga e'tibor berib, bu tarafdan aylantirishga ko'rsatib o'tamiz. Buni dizayner parasini boshqacha. Dizayner. Bolalarimiz kesak. Aka diski bolonimiz. Yaxshi bolon. Diskamizga paramiz bo'lib dizaynerimiz bor. Hop, kesak. Orqa paramiz tanishtirib o'tamiz sizga. Paramiz zapas bolonlarimiz bor. Damkrat, ключ hammasi bor. Ko'ryapti? Mashinamiz gap yo'q. Salon tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatib borishga davom eting. Voy, buning ichki saloniga yo'q. Metalchiski bu yeri. Pushkamiz. Kalankamiz. Bu ham avtomat tarafga. Buning tablosini dizayneri boshqacha ekan. Xo'sh, Spark. Rolimiz monitor. Ba'zi joylarimizga nima bor? Stenalar yaxshi. Gap yo'q saloniga. Orqa salonni tanishtirib o'tamiz. Bu yerda ham konditsioneri bor. Hozir sizga narxini sizga tanishtirib o'tamiz hozir. Tigris Best mashinamiz. $3.700.000 rubl ekan uning narxi. Shu mashinamiz. Hozir Volkswagen Cadillak mashinamiz bu. Sizga hozir tanishtiramiz. Juda komfortli mashina bu. Parasi bizga e'tiborga yaxshi qaraymiz. Juda boshqacha. Yaxshi kuzatib boring. Videolarimizni podpisa qilib boring. Sizga tanishtiramiz. Bakoranamiz sal boshqa katta ekan. E'tibor bering, bolalarga yaxshi bo'lon.
Kawasaki diska, Volkswagen belgisi bu. Eshiklarimiz bu damas eshigi ochiladi bu. O'zimiz nafas mashinamizda. Sizga orqa parada orqamiz labai katta, paralarga e'tibor beramiz, parasiga. Paramiz. Hozir video registrator yaxshi e'tibor beramiz. Mashinamizga juda ham yaxshi. Paramiz sizga buni ichki salon tanishtirib o'tamiz. Ichki salon. Eshigimizni ochib yopamiz hozir. Eshikni ochdi. O'zi yopilar ekan, qo'yversa. Eshikni ochamiz. Bo'ldi. Qo'yver, o'zi yopiladi. Juda ham ajoyib mashina ekan. Buning hozir sizga narxini tanishtirib o'tamiz. Buning narxi двигатель Бразуан Чонник Тикан Трёк Экономичный машина 3790 ekan buning mashinani.